Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlarida u zot yuvilgan suv qayerga ketgan degan savol ko'pchilikni qiziqtirsa kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Bugun ulug' olim Shayx Muhammad Mutavalli Sha'roviy haqida ibratli bir qissani e'tiboringizga havola qilamiz. Kunlardan bir kun din shayxlari va ulamolardan biri boshchiligida bir haftalik islomiy anjuman uyushtirildi. Bu konferensiyaga Shayx Sha'roviy ham taklif qilindilar. Shayx Sha'roviy taklifga binoan anjumanga tashrif buyurib, uning birinchi majlisiga hozir bo'ldilar. Anjuman boshlandi. Shayx Sha'roviy majlis hay'atidan joy oldilar. Anjumanga raislik qilayotgan kishi o'zini ilmu ma'rifatda barchadan ustun darajada deya mag'rurlanar va bu bilan huzurlanar edi. Majlis asnosida bunga guvoh bo'lgan Imom Sha'roviy izn so'rab minbarga chiqdilar va sizlarga bir savol beraman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlarida u zot yuvilgan suv qayerga ketgan dedilar. Majlis ahli kutilmagan savoldan hangu mang bo'lib qoldi. Hech kimdan sado chiqmadi. Barcha jim. Hech kim gapirmadi. Anjuman raisi hijolat va sarosimada qoldi. Nahotki men bu savolning javobini bilmayman, o'ylardi u. Nihoyat rais Shayx Sha'roviyga bizga fursat bering ey shayx, inshaalloh ertangi majlisgacha savolingizga javob toparmiz, deb bu holatdan chiqdi. Majlisga raislik qilgan kishi to'g'ri uyga bordi-yu, kutubxonasiga kirib, bu mushkul savolga javob qidira ketdi. Biroq harchand qidirmasin, kitob tutmasin, hech narsa topa olmadi. Hamma kitoblarni birma-bir varaqlab chiqdi, lekin bu savolga javob topa olmadi. Nihoyat charchab, varaqlab o'tirgan kitobning ustida uxlab qoldi. Bir payt tushida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uning oldiga keldilar. U zotning yonlarida fonus ko'targan bir kishi bor edi. Rais darhol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga borib, ey Allohning rasuli, siz yuvilgan suv qayerga ketgan deb so'radi. U zot sollallohu alayhi vasallam yonlarida fonus ko'tarib turgan kishiga ishora qildilar. Fonus ko'targan kishi shunday dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuvilgan suv bug'lanib osmonga ko'tarilgan. So'ng yomg'ir bo'lib yerga yoqqan. Bu yomg'irning har bir qatrasi o'rnida masjid bino qilingan. Ma'lum bo'lishicha yer yuzining qayerda bo'lmasin, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuvilgan suvning har bir qatrasi tushgan joyda bir masjid bino qilinar ekan. Anjuman raisi uyqusidan baxtiyor holda uyg'ondi. Endi u anjumanga yorug' yuz bilan bora oladigan javobni topgan edi. U shosha-pisha anjumanga yetib borib, Shayx Sha'roviyning og'ziga termulib, kecha savolining javobini so'rashini kutdi. Lekin shayx hech narsa bo'lmagandek majlis hay'atida viqor bilan o'tirardi. Raisning ichi pishib, bir amallab majlisni oxirigacha chidadi. Nihoyat toqati toq bo'lib imomga dedi. Kecha bir savol so'ragan edingiz. Javobini aytaymi? Javobini bildingmi? So'radilar Sha'roviy. Ha, dedi rais. Xo'sh, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuvilgan suv qayerga ketgan ekan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuvilgan suv bug'lanib osmonga ko'tarilgan ekan. So'ng yerga yomg'ir bo'lib yoqqan ekan. O'sha yomg'irning har qatrasi o'rnida bir masjid bino bo'lgan ekan, dedi rais. Javobni qaydan bilding? So'radilar imom. Tushimda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldimga keldilar. U zotdan so'radim, dedi rais. Lekin javobini senga fonus ko'targan kishi aytdi-ku, dedilar kulimsirab imom Sha'roviy. Rais sarosima va hayratda bir zum haykaldek qotib qoldi. So'ng o'ziga kelib, beixtiyor buni qaydan bildingiz? dedi. Shunda Sha'roviy hammani cheksiz hayratda qoldirib, fonus ko'targan men edim, dedilar. Bu qissani o'sha anjuman raisining o'zi hikoya qilib bergan.